Bugun biz metan zapravkalarda qanaqa ahvol va metan gazda yurish afzalliklarini va minuslarini ko'rib chiqamiz. Lekin bundan oldin Uzkarsga obuna bo'ling. Hozir bizning oldimizda Murod aka metan gazda yurarkanlar va buni hozir ko'rib chiqamiz, o'zlari aytib chiqardilar. Aka, metan nechinchi pokoleniya sizda? Menda 3-pokoleniya metan. Yana bunga 4 ham qo'ysa bo'ladi, lekin men 3 tanladim. Chunki bundan oldingi mashinalarimda ham 3 yurgan. Shuning uchun eng xavfsiz, eng ishonchlisi 3 deb o'ylayman. To'g'ri, lekin benzin qo'shib ishlaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Benzin rasxod ko'payadi baribir. Ekonomichniroq bu. Ekonomichni soddagina varianti 3-pokoleniya deb hisoblayman. Hop, necha pulga qo'ydirgansiz? И gaz ballon oldiga o'tsak. Mana gaz ballon shaffof metanniki. Yadерный bombaga o'xshagan, aka. Endi metan qo'ygandan keyin bagajdan voz kechilinadi, aniq. Bu metan Gulistonda qo'yilgan. Shaharga nisbatan arzonroq. Menga bir 2.700.000 so'mga tushdi. Vaqti arzon tushdi. Nechinchi yilda aka haqida gap ketyapti? Bu qo'yganimga 1 oy bo'lmadi hali. Bir oy oldin 2.700 ga metanni qo'ydingiz. 2.700 ga qo'ydim. Hop, nima sabab propan qo'ymadingiz? Nima sabab 4-pokoleniya metan qo'ymadingiz? Propan qo'ymaganim sabab men mashinada juda ko'p yuraman kuniga, bir 150 kilometr kamida. O'shaning uchun menga eng yaxshi variant metan bo'ldi. Chunki propanni baribir anaqasi ko'proq, rasxodi ko'proqda. Lekin yurish bo'yicha propan juda yaxshi. Hatto 95-benzin oktanni beradi. Metanga nisbatan yaxshi. Lekin men benzinda yurganim uchun bundan oldin farq sezmadim. Lekin tortishlari, yurishlari bir xil. 4-pokoleniya qo'ymadingiz aka? To'g'ri qo'ymaganim asosiy sababi qimmatroq. Qanchaligini so'ramadim. Kaprizniroq bunga nisbatan. Benzin rasxodi ham ko'payadi. Ikkalasiga qarab berasiz. Ham benzin, ham gaz qo'yishingizga to'g'ri keladi. Bunda gaz o'zida yuraversangiz ham bo'ladi. Aka, portlab ketmaydimi? Yo'q. Yangi gaz ballon qo'ysangiz, vaqtida qaratib rezinkalarni almashtirib, ham tiglarini qaratib yursangiz, unaqa narsa bo'lmaydi. Lekin orqangizdan yetib olsa-chi, hop, misol uchun qanaqadir mashina kelyapti, men mashinamda orqangizdan yetib oldim, men bizga o'tib ketdi ular. Portlash ehtimoli bormi? Menimcha yo'q, portlamaydi. Gaz agar to'la bo'lsa, balki portlar, lekin ko'pincha portlamaydi. Men nechta mashinani ko'rdim, orqadan yetib olganini, hali yetib olib portlaganini ko'rmadim. Nima desam, tekshirib ko'rish nasib qilmasin. Shunaqa. Hozir endi qayerga ketamiz, aka? Qaysi zapravkaga? Vatanli zapravkaga boramiz. O'sha yerdan gaz to'ldiramiz. Hop, nega aynan vatan yokida farqi yo'qmi? Prosta yaqin bo'lgani uchun. Yaqin bo'lgani uchun. Uyimga eng yaqin o'sha. Atak farqi bormi? Misol uchun benzinda men misol uchun bitta zapravkadan qo'yaman, chunki yaxshiroq benzin. Gaz zapravkalar farqi bo'ladi. Bir xil zapravkada qo'ysangiz 170 kilometr yurasiz, bir xillarida yursangiz 200 kilometr yurasiz. Gaz bilan yana qanaqa qiziq hodisalar bo'lgan aka sizda? Gaz bilan qiziq hodisalar bo'lgan menda, chunki birinchi Spark'im gaz balloni bilan sotib olganman. Uni sotayotganimda Matiz olganman. Olgan Matizimda gaz yo'q ekan. Ya'ni haligi Spark'imni o'zimni akamlarga sotganim uchun ular gazda yurmayman deganlar. O'zimni gaz ballonimni Matizimga qo'ymoqchi bo'lganman. Ruxsat berganlar. Shundan keyin Matizimga o'sha Spark'imdagi gazni qo'yganman. Qo'yganimda ustalarning ozgina xatosi bo'lib qolgan. Menga ustalar aytdiki, hammasi yaxshi, cho'tki dedi. Keyin polniy qo'yib yuborsam bo'ladimi? Desam, ha dedi. Borib polniy zapravka qildim. Keyin zapravka bo'lgandan keyin mashinamga chiqsam, mashinada gaz pishillab yotibdi-da. Endi nima qilishni bilmayman. Keyin oxiri gaz qo'ygan odamni chaqirdim. Keyin gazovik keldi, srazi bagajni oching dedi. Bagajni ochdim. Bagajni ochgandan keyin kranni yopib, gazni kranni yopmoqchi bo'ldi. Qarasa yopilmadi gaz krani. Keyin undan keyin haligi aka, tezroq chiqib ketmasangiz bo'lmaydi mashinani deb uje voqma qilyapti. Undan keyin men ham uje qo'rqishni boshladim. Qanaqa olib chiqib ketaman buni, zavat qilsam nimadir bo'lsa-chi dedim. Keyin hali gazovik ham tezroq chiqib ketsangiz hech narsa bo'lmaydi deb meni uspokoyitsa qilyapti-da. Endi qo'rqdim oxiri. Endi nima bo'lsa bo'ldi, hammani xavfsizligini o'ylab tezroq chiqib ketishga harakat qildim. Benzinga o'tkazdim-da mashinani. Keyin zavat qildim. Keyin shu eshikni ochib olganman, yarim anaqada. Nimadir bo'lib qolsa dedim, sakrab qolaman deb o'zimcha haliga hammaga signal berib, qoch deb haydab bosib chiqib ketdim. Keyin shu hech kim yo'q joyiga borib, mashinani anaqa qildim. Gazi chiqquncha kutib turdim. Orada bitta mashina kelib, "Aka, maylimi, zapravka qilib olsam" dedi. Keyin mayli dedim. U o'zi bilan shlanka olib kelib olgan ekan. Borib shundoq kapotni ochdi-da, o'ziga bir 50 tacha gaz quyib oldi. Agar yana shunaqa odamlar bo'lsa, bemalol kelaveringlar, gaz VIP dedim men. Shunaqa qilib, oxiri gaz chiqib ketgandan keyin
haligi ustaxonaga borib kran almashtirganmiz, shu bilan hammasi yaxshi bo'lgan. Gazni qo'yganda motorga zarar deyishadi ko'plar. Oldindan Sergelida mashinalar narxlari shu sabab tushib ketgan. Bu haqiqatmi yo'q? Gaz balon motorga zarari bor, yo'q demayman, chunki bu metan bu quruq, moyi tezroq yetib keladi. Motorni ishlash anaqasi ham kamayadi. Nima deydi? Muddati ham motorni tezroq charchashga sabab bo'ladi. Ya'ni narxiga keladigan bo'lsak, mashinaning hozirgi kunda narxini ko'tarib turadi gaz balon. Gazi yo'q mashina sotmoqchi bo'lsangiz, nimagadir gaz yo'q ekan deb $100-200 tushirishga harakat qilishadi mashinaning narxidan. Aynan shu zapravkaga kuniga 20 mingdan ortiq mashina kelar ekan. Hayolingizga keltiryapsizlar, 20 mingta mashina bitta zapravkaga. Mana bu qanaqadir rekord daraja. Yana ikkinchi savolni ham berib o'tdim administratsiyasiga bu yo'yi. Ya'ni aynan nega passajir zapravka paytida tushib turish kerak mashinadan? Bu savolga javob qiziqarli va o'ylagandek bo'ldi. Bu как страховка uchun ekan. Endi gaz balon baribir har xil hodisalar bo'lishi mumkin, nimadirlar bo'lishi mumkin. O'shani oldini olish uchun bitta odam tushib qolgani ma'qulroq. Chem ikkita odam o'tirgandan ko'ra salonda. Va uchinchi savolni ham berib o'tdik. Motorga zarari bormi, yo'qmi desak, u 50-50 deb bizga javob berishdi. Ya'ni aniq bir javob bu bo'yicha, aniq bir fikr bu bo'yicha yo'q. Zarar kimdir deydi, kimdir zarar emas deydi. O'shanga xulosa o'zingizdan. Hozir gaz balonida suhbat quryapmiz, bu sog'lig'imiz uchun xavfli, portlab ketishi mumkin. O'shanga orqani ochib qo'yganlar. Nimaga ochdingiz orqaga? Orqani ochishim asosiy sababi baxtsiz hodisa bo'lib qolsa, mabodo shu balon vzriv paytida orqaga chiqib ketish ehtimoli bo'ladi. Agar yopib o'tirsa, bu mashinaga zarar, mashinasiz qolib ketishi ham mumkin. Ekan, so'rashingizni ochib qolib, hozir necha pulga примерно anaqa zapravka qilamiz? Necha pulga ketadi? 53 ming, 54 ming. Qancha yurasiz unda? U bilan 180-175 ta yuraman. Ba'zi ekan, Agar boshqa zapravkalarda qilsam, 57 mingdan 58 minggacha 60 mingga bormaydi. Unda 200 kilometr aniq yuraman. 200 kilometr. Shaharda. Dalniga chiqsam 250 gacha borish mumkin. Qishda nima qildingiz ekkanchi? Agar oldingi mashinamda qishda zapravka qilish juda qiyin, to'g'risi. Shaharda bitta ikkita zapravka ishlaydi. O'chirtga turganman, lekin ketkizgan vaqtimga achindim, to'g'risi. Boshqa unaqa qilmaydigan. Nechida kelib, nechida ketdingiz? Taxminan shu 8-9 da kechasi kelib, bir ertalab 5 da gazini qo'yib chiqib ketdim. Qulobsiz. O'shanga ham men maslahat bermayman. Eng yaxshisi benzinda yurgan yaxshi qishda. Lekin gazni maslahat berasizmi tegida qo'yish? Gaz qo'yish maslahat beraman, ancha cho'nchak yiliga yaxshi. Endi motorga yomon bo'ladimi, yo'qmi degan, lekin hali motor bo'yicha rasxod qilganim yo'q. Lekin hali xavf, noqulayligiga tayyor turish kerak odam, to'g'rimi? Tayyor turish kerak. Lekin maslahat beraman, gazda yurgan yaxshiroq. Hozir bizga gaz bo'yicha xulosa hamma o'zidan bo'lsin, lekin Murod aka gaz qo'yibdilar. Necha yildan beri yuribsiz? Gazdami? Общий hamma mashinalaringiz hisoblaganda. Bir 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri muammo chiqmadi. Bitta o'sha Matizdan tashqari. To'g'ri, boshqa muammo chiqmadi. Bitta o'zingizdan menimcha bo'lgan, to'g'rimi? Noto'r ustiga balki shu shogirdlarga bergandir ustani. Eski balon qo'ydim dedingiz. Boshqa mashinadan yech olingan. O'zimni balonimni boshqa mashinaga qo'ydim, yangi qo'ymadim. Yangi qo'ymaganingiz balki o'sha sabab bo'lgandir. Shu sabab bo'lgan. Aytgansiz, gazdan keyin proshka qilinadimi, qilinmaydimi? Qilinadi, albatta, gazga qilinadi. Bo'lmasa yurishda muammo tug'ilishi mumkin. Oxiriga maslahatlar berib o'ting. Qayerda gaz qo'yish yaxshi, qayerda proshka qilish yaxshi, qayerda zapravka qilgan yaxshi? Endi konkret nomlarni aytib ketsangiz ham bo'ladi. Men Gulistonda gaz qo'ydirdim. U yerda hamma narsasi ichida ekan, proshkasi ham, tekshirishi ham, hamma narsasi idealni tekshirib qo'lingizga topshirishadi. 2,5 million adashmasam. 2 million 700 ming. 2 million 700. Anaqachi zapravka qayerda maslahat berasiz? Eng zo'r sizning fikringiz bo'yicha. Uzoqligiga qaramang. Eng yaxshi maslahat beraman, Yunusobodda 19-kvartal betonkada o'sha yerda yaxshiroq uradi. Ko'proq qo'yadimi? Ko'proq uradi. Ko'proq yuraman desanglar, o'sha yerda urdirgan yaxshi. Betonkadagi hamma zapravkalar zo'r qo'yadi. Bitta o'ta emas. Bu yoqda nisbatan davleniya kammi bilmadim, sal kilometrda farq o'ynaydi. Endi shubha. Menga bunisi tinchroq lekin. Yaqin bo'lgani uchun. Yaqin ham davleniya kamroq, o'zimga yaxshi, uveringni yuraman. Portlab ketdingiz. Mayli, Murod aka, rahmat kattakon intervyuga. Siz yaxshi yetib oling, o'qiyot. Rahmat.